Misollarni yechishni boshlaymiz. Hop, birinchi misolimizdan boshlayapmiz. Ya'ni bu yerda nima beryapti? Bizda natural bo'luvchilar soni, ya'ni siz bilan mavzu tanishib chiqdik. NBS, ya'ni NBS natural bo'luvchilar soni edi. Uni topishimiz uchun nima ish qilardik? Birinchi misolimizdan ko'rayotgan bo'lsak, birinchi misolimiz 36. Işte ko'paytuvchiga ajratib olamiz. Ko'paytuvchiga ajratib olsak, hop, 18, 2'ye bölamiz 9, 3'e bölamiz 3, 3, 1. Demek 36 teng ekan. 2'ning ikkinchisi, 3'ni ham ikkinchisi. Endi NBS teng darajalarga qo'shardik. 1 qo'shib ko'paytirardik. 2 plus 1. Demek 3 ko'paygan 3 teng 9. Ya'ni işte 36 9 ta songa bo'linadi degani edi. Hop. Hop, keyingi misolimiz 100 sonini natural bo'luvchilar sonini topish uchun 2'ye bo'lamiz. 52'ye bo'lamiz. 25. 5'ga bo'linadi. 5, 5, 1. Demek 100 teng ekan. Necha? 2'ning ikkinchisi, 5'ni ham ikkinchisi. Endi NBS topish uchun darajalarga 1 qo'shib ko'paytirib qo'yardim. Xolos. 3 ko'paygan 3. Buniki ham nechta ekan? 9 ta songa bo'linar ekan. Misol uchun endi buni hammasini ishlayotmaymiz. Oson mavzu bo'lgani uchun. Hop, 6-misolimizga qarayotgan bo'lsangiz. 248, 248 2'ga bo'lsangiz 124. 2'ga bo'lsangiz 62. 2'ga bo'lsa hop 31 tub son bo'lgani uchun 31 o'ziga o'rnab 1. Demak 248 teng ekan 2'ning uchinchisi, 31 ta birinchisi. Demak NBS teng 3 plus 1 darajalarni o'ziga 1 qo'shamiz. 1 qo'shuv 1. Demak 4 ko'paytirilgan 2. Demak 8. Demak 248 8 ta songa bo'linar ekan. Hop, misol uchun 240 ta olaylik. Hop. 240. Nechinchi misol edi bu? 8-misol. 8-misol. 240. 2, 120. 2, 60. 2, 30. 2, 15. 3, 5, 5, 1. Demek 240 teng 2'ning to'rtinchisi, 3'ta birinchisi, 5'ni ham birinchisi. Demek NBS teng 4 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1 teng 5 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2. Ko'paytirib nima chiqadi? 20 degan javob kelib chiqadi. Hop. Bo'ldi. Endi 11-misoldan boshlaymiz. 11-misolimizda nima deyapti? 11-misolimizda natural bo'luvchilar yig'indisi. Uni topish uchun ko'paytuvchiga ajratardik sonimizda. Misol uchun x teng a ning n'inchisi, b ning m'inchisi, s ning k'inchisi. Endi o'sha a ning n'inchisi plus 1 minus 1 taqsim a minus 1. B ning m'inchisi plus 1 minus 1 taqsim b minus 1. S ning k'inchisi plus 1 minus 1 taqsim s minus 1 edi. Hop. Endi
Misollarga qarayotgan bo'lsak, hop, 11-chi misol. Hop, 40 deyapti. Birinchi ko'paytiruvchiga ajrataman. 40 ni 2 ga bo'lsam 20, 2 ga bo'lsam 10, 2 ga bo'lsam 5, 5, 1. Demak, 40 teng 2 ning 3-chisi, 5 ning 1-chi darajasi. Endi n b y ga qo'yapmiz. 2 ning 3-chisi plus 1 minus 1 taqsim 2 minus 1. 5 ning 1-chisi plus 1 minus 1 taqsim 5 minus 1. Endi hisoblayotgan bo'lsam, 2 ning 4-chisi hosil bo'ldimi? Minus 1 turibdi. Endi 2 dan 1 tayirsam 1 ko'paytirilgan. 5 ning 2-chisi hosil bo'ldimi? Minus 1. 5 dan 1 tayirsam 4 mana. Chetlaring muhimroq joylari yaxshilab e'tibor berib qo'yamiz. Xo'p, 2 ning 4-chisi 16 minus 1 taqsim 1. Maydalab tushuntiryapman birinchisini. 25 minus 1 taqsim 4. Demak, bundan buni aytsam 15, 15 ni 1 ga bo'lsam 15. Bundan buni aytsam 24, 4 ga bo'lsam 6. Hisoblab chiqsam ne chiqadi? 90. Xo'p. Xo'p, keyingi misolimiz 12-chi misolimizga qarasangiz, 48. 2 ga bo'lasiz 24, 2 ga bo'lamiz 12, 2 ga bo'lamiz 6, 2 ga bo'lamiz 3, 3, 1. Demak, 48 teng ekan 2 ning 4-chisi, 3 ning 1-chisi. Demak, n b y deyapman yana. Qarang. 2 ning 4-chisi plus 1 minus 1 taqsim 2 minus 1. 3 ning 1-chisi plus 1 minus 1, 3 minus 1 teng. Demak, 2 ning 5-chisi minus 1 taqsim 1 ko'paytirilgan. 3 ning 2-chisi minus 1 taqsim 2. 2 ning 5-chisi 32. 1 dayirsam 31. 1 ga bo'lsam 31. 3 ning kvadrati 9. 1 dayirib tashlasam 8, 2 ga bo'lsam 4. Ko'paytirib yuborsam 124 degan javobimiz kelib chiqadi. Xo'p, bu yerda misollar hammasi bir xil. Endi siz ishlab ko'ring bir. Mayda hop 550 bor ekan 19-chi misolda sal soni kattaroq degan bo'lsak. 550. Hop, 2 ga bo'lsam 220. 250 bo'lsa 275. 275 nechiga bo'linadi? 2 ga bo'linmaydi, 3 gachi. 3 ga ham bo'linmaydi, 5 ta o'ziga bo'linar ekan. 5 ga bo'lib yuborsam 55, yana 5 ga bo'linadi 11, 11, 1. Demak, 550 teng 2 ning 1-chisi, 5 ning 2-chisi, 11 da ham 2-chisi. Demak, n b y teng 2 ning 1-chisi plus 1 minus 1 taqsim 2 minus 1. 5 ning 2-chisi plus 1 minus 1, 5 minus 1. 11 ning 2-chisi plus 1 minus 1 taqsim 11 minus 1. Xo'p, demak, 2 ning 2-chisi hosil bo'ldi, minus 1 taqsim 1 ko'paytirilgan. 5 ning 3-chisi bo'ldi, minus 1 taqsim 4 ko'paytirilgan. 11 ning 3-chisi 11 ni 2-chisi qilib qo'yibman. Mayda, uzr, 11 ni 1-chisi-yu. 1 ni 1-chisi. 11 ni 2-chisi minus 1 taqsim 10. Xo'p, endi hisoblayapmiz. 2 ning 2-chisi 4, 1 dayirsam 3, 1 ga bo'lsam 3. 5 ning kubi 125, 1 dayirsam 124, 4 ga bo'lsam 31. 11 ning kvadrati 121, 1 dayirsam 120, 10 ga bo'lsam 12. Xo'p, demak, endi hisoblayapmiz. Hisoblayotgan bo'lsam, nechi qoldi? Xo'p, ko'paytirsam 93, 93 ni 12 ga ko'paytiram, 10 ga ko'paytirsam 930, ikkitasi 186, 930 ga 186 ni qo'shib qo'ysam nechi chiqadi? Xo'p, qo'shib yuborsam, ko'paytirib yuborsam 1116 kelib chiqyapti. Endi yozib ularga nima qilasiz? Ruchkamiz ozgina ishlamayapti yaxshi. Xo'p, endi ketdik. Keyingisi 21 dan boshlab berilgan sonlarning umumiy natural bo'luvchilar soni. Umumiy natural bo'luvchilar soni UBS. 21 dan boshlab buni topish uchun nima ish qilamiz? Birinchi E kub B topamiz.
Bundan keyin NBS topamiz. Esingizdan chiqmasin, o'sha bilan chiqqan natijaga NBS topamiz. Xo'p. Demak, xo'p, 21 misolni ko'rsatib beryapman. 21 misolda 120 bilan 140 to'g'ri ekan. Birinchi ekub topamizdimi? 2 ga bo'laman. 60. Ikkiga bo'lamiz. 30, 36. Ikkiga bo'lamiz. 15, 18. Ikkiga bo'lamiz. 3ga bo'lamiz. 5, 6, ikkalasi ham 1ga bo'linadi. Hop. Demak, ekubi bo'lyapti. 2ning 3-si, 3da birinchisi. Endi bunga NBS topamiz, bo'ldi. Bu degani 3ga 1ni qo'shamiz, 1ga 1ni qo'shamiz. Natijamiz 4 kerak 8 degan 8 ta songa bo'linar ekan baravar. Hop, 22, 180, 250. Hop, 2ga bo'lamiz. 90, 125, 5ga bo'linadi bu. 18, 25. Ikkovi baravar 1ga bo'linadi xolos. Hop, demak, ekubi 2ni birinchisi, 5ni birinchisi. Endi NBS teng 1 plus 1, 1 plus 1. Demak, hisoblasangiz 2 ko'paygan 2, 4 degan javobimiz chiqadi. Hop, 23-misol. 270 bilan 240 ekan. 2ga bo'lamiz. 135 u 120. 2ga bo'linmaydi, 3ga bo'linar ekan. 3ga bo'lib yuborsam 45 u 40. 5ga bo'linadi. 9 u 8, 2 u 1ga bo'linadi. Demak, ekubi 2ni birinchisi, 3da birinchisi, 5da birinchisi. Endi NBS teng 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1. Demak, 2 ko'paygan 2 ko'paygan 2, 8 degan javob. Xo'sh, 23 bo'ldi. 24-misolimiz. Yaxshilab tushuninglar, oldim. Xo'p, 135 bilan 195 umumiy bo'luvchisi. Hammasi 3ga bo'linadi. 3ga bo'linar ekan birinchi navbatda. 45. 3ga bo'lib yuborsam 59. Endi 45 ham 59 ham bo'linmaydi. 15, 3, 5. 1ga bo'linadi xolos. Demak, 3ning birinchisi NBS teng 1 plus 1 teng 2 degan javob chiqyapti. Tashib ketmadi ekan. Keyingisi. Hop, bitta 2 ta aylak o'tdingiz, mana bu yerda 3 ta aylak qo'yilyapti. 28-misol. 140, 180, 200, 20. 2ga bo'lsa 70, 90, 110. 2ga bo'lsa 35, 45, 55. 5ga bo'linadi. 7, 9, 11. 1ga bo'linadi. Chizamiz. Bizda ekubi teng 2ning ikkinchisi
5'ti birinchisi. Endi NBS teng 2 plus 1 1 plus 1. Demek 3 ko'paytirilgan 2 6. Xo'sh. 29 80 112 144 2 40 56 72 2 20 28 36 2 10 14 18 2 5 7 9 baravar birga bo'linadi. Demak, nima ish qilyapmiz? Ko'pi 2ning 4-chisi NBS teng 4 plus 1 teng 5 degan javob chiqyapti. Xo'p, 30-misolimiz. 30-misolimizda 162 180 252 baravar 2 ga 81 90 100 Allahu akbar, Allahu akbar. Xo'p, 126 Xo'p, baravar nechiga 3 ga bo'linadi? 3 ga bo'linsa 27 30 42 yana 3 ga bo'linadi. 9 10 14 1 ga bo'linadi. Demak, ko'pi 2ning birinchisi 3ning ikkinchisi. Xo'p, demak NBS topamiz. Shunga darajalarga 1 qo'shsam bo'ldi. 1 plus 1 2 plus 1. Demak, 2 ko'paygan 3 hisoblasam 6 degan javobimiz kelib chiqyapti. Keyingi misollarimiz 31-misolimizga qarayotgan bo'lsangiz, 12 ko'paytirilgan 30. Nima deyapti? Hisoblash natijasida hosil bo'lgan sonning natural bo'luvchilar sonini toping deyapti. Shuni nimasini topishimiz kerak ekan? Natural bo'luvchilar soni. Xo'p, shuni ham bilsasini topishimiz kerak. Uning uchun mana ikkalasini ham baravar ko'paytuvchiga ajratamiz. 2 6 2 3 3 1. Keyingisi 30 2 15 3 5 5 1. Endi yozamiz. Nima yozamiz? Qarang. 2 dan nechta bitta bor? 2 ta 3 ta. Demak, 2ning 3-chisi yozasiz. Ko'paytirilgan 3 danchi. 3 dan 2 ta, 5 danchi bitta. Xo'p, demak, bunga ham 5 topishimiz kerak. 3 plus 1 darajalarga qo'shyapman. 2 plus 1 1 plus 1. Hisoblasam 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2. Hisoblasam 24 degan javob chiqyapti. Xo'p, keyingisi 32-chisi. 32 ham xuddi shunday tartibda 20 ko'paytirilgan 36 ko'paygan 28. Hammasini ajratib chiqyapman. Qarang. 2 ga bo'lyapman 10, 2 ga bo'lyapman 5 5 1 36. 2 ga bo'lyapman 18, 2 ga bo'lyapman 9, 3 ga bo'lyapman 3 3 1. Xo'p, 28. 2 ga bo'lyapman 14, 2 ga bo'lyapman 7 7 1. Endi sanayapmiz. 2lar bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Demak, 2ning 6-darajasi. 3'larimiz bitta, 2 ta. 3ning 2-chisi 5'larimiz bitta 5. 7'larimiz nechta? Bitta. Endi shunga nima topyapman? NBS. Demak, 6 plus 1 2 plus 1
1 plus 1. Hop, keyingisi ham 1 plus 1. Endi hisoblasam 7 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2. 21 42 84 degan javob kelib chiqyapti. Hop, bitta ko'p misolimiz shunaqa. Bitta 35 bilan 36 misolimiz bor. Hop, 35 misolimiz qanaqa? 35 misolimizda 4 ko'paygan 5 ko'paygan 6 ko'paygan 7 ko'paygan 8 ko'paygan 9 ko'paygan 10. Nima deb yozib olamiz? 4 qarang. 2 ni ikkinchisimi? 5 5 ni birinchisi 6 degani nima degani? 2 ni birinchisi 3 ni birinchisi 7 degani 7 ni o'zi tub o'tishga ajratsangiz 8 deganimiz. Xo'p, 2 ning kubi bilasiz. 2 ning kubi 9. 3 ning kvadrati 10 degani 2 ni birinchisi 5 ni birinchisi. Endi sanaymiz. 2 da 2, 3 da, 3 dagi 6 da, 7 da. Demak 2 ning 7-si 7 qayerdan kelganini tushundingiz. Endi 3 ga qarayapmiz. 3 da bittasi 2 da. 3 da 3 da ekan. 5 da qarayapmiz. 5 dan 2 da ekan. 7 dan 1 da. Endi darajalarga 1 qo'shyapmiz. Endi hissasini topyapmiz-da. 5 7 plus 1 3 plus 1 2 plus 1 1 plus 1. Demak hisoblasam 8 ko'paygan 4 ko'paygan 3 ko'paygan 2 32 96 100 92 chiqyapti. 192 192. Xo'p, 36-misol endi o'zingiz yechib qo'yasiz. 37-misol. 37 8 faktorial taqsim 6 faktorial. Xo'p, bu degani nima degan edi? 1 dan boshlab 6 7 8 gacha ko'paytim. 6 faktorialchi 1 dan boshlab 6 gacha ko'paytim. Endi 1 dan boshlab 6 gachani 1 dan boshlab 6 gacha qisqarib ketsa 7 ko'paygan 8. Bu degani nima degan edi? 7 ni birinchisi ko'paytirilgan 2 ning kubi degan edi. Xo'p, endi bunga NBS topayotgan bo'lsak, nima ish qilamiz? 1 plus 1, keyingisi 3 plus 1. Hisoblasam 2 ko'paytiruv 4, javobimiz 8 degan javob chiqadi. Xo'p, keyingi misolimizga qarayotgan bo'lsangiz, 38-misolimiz qanaqa? Xo'p, 38-misol 25 faktorial taqsim 23 faktorial. Xo'p, bu nima degani? 25 faktorial 1 dan boshlab 23, 24, 25 gacha ko'paytmas. Bu-chi 1 dan boshlab 23 gacha ko'paytma. Ikkalasi nima bo'lib ketdi? Qisqarib ketsa nima qoladi? 24 ko'paygan 25 qoladi. 24 degani nima degani? 2 ning 3-si ko'paygan 3 da birinchisi. 25 degani 5 ning kvadrati degani. Endi bunga NBS topamiz. Xo'p, bu degani 3 plus 1 1 plus 1 2 plus 1. Xo'p, hisoblasam 4 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3. Xo'p, 8 u 24 degan javobimiz kelib chiqyapti. Xo'p, 39 40. O'zi ishlab qo'yarsiz 39 40 dan. Xo'p, 41. 41-misolimiz 2 ning 3-si 3 ning m-chisi. Ning natural bo'luvchilar soni 20 ta bo'lsa, natural bo'luvchilar soni nechta ekan? 20 ta bo'lsa, ma'ni toping deyapti. Ma'ni toping deyapti. Xo'p, buning uchun nima ish qilamiz? Natural bo'luvchilar sonida darajalarga nima qo'shardik? 1 qo'shardik. Shu narsamiz 20 ga teng ekan. Demak, 4 ko'paytirilgan m plus 1. Demak, teng 20 bo'lsa, ikkala tarafni ham 4 ga bo'lib o'rayotgan bo'lsa, m plus 1 nimaga teng bo'lyapti? 5 ga m teng 4 ga degan javobimiz kelib chiqyapti. Xo'p, bitta 42 ham shunaqa, 43. 43-misolimiz 3 ning kubi ko'paytirilgan 2 ning kvadrati ko'paygan 5m. Xo'p, ning natural bo'luvchilar soni necha ekan? 36 bo'lsa, m ni top deyapti. Bitta ham demak ketdik. 3 plus 1 2 plus 1
m plus 1 teng 35 ekan. Demak, 4 ko'paygan, 3 ko'paytirilgan m plus 1 teng 136 ekan. 36. Ikkala tarafni ham 12 ga qisqartirib yuborsam m plus 1 teng 3, m teng necha chiqadi? 2 degan javobimiz kelib chiqadi. Shu dalillarda shunaqa qilamiz. Xo'p, endi 46 misolimiz. 46 misolimizda ko'paydimi 2 ning qanday eng katta darajasiga bo'linadi? 1 ko'paygan, 2 ko'paygan, 3 ko'paygan 4 va hokazo 63, 64. 2 ni qanaqa darajasiga bo'linadi deyapti. Buning uchun 64 ni 2 ga bo'lib chiqaveramiz. 2 dan kichkina son chiqquncha qoldiqqa e'tibor bermaymiz. 32 2 ga bo'lamiz 16, 2 ga bo'laman 8, 2 ga bo'laman 4, 2 ga bo'laman 2, 2 ga bo'laman 1. Endi mana shu chiqqan natijalarni qo'shamiz. 32, 16, 8, 4, 2, 1 ni qo'shib chiqsam necha chiqadi? 63 degan javob kelib chiqadi. Demak, 2 ning nechinchisi 63-darajasiga bo'linar ekan. Xo'p, ketdik 47. 47 ham shunaqa. 48, 49'lar ham shu 49 bitta ko'raveray. 49-misol qarang. 1, 2, 3 va hokazo 146, 147. 7 ning qanaqa darajasiga bo'linadi desa, 147 ni nechiga? 7 ga bo'lib ketaveramiz. 21. Yana 7 ga bo'lamiz. 3. Bu 7 dan kichkina sonmi? 21 ga 3 ni qo'shib chiqsam 24. Demak, 7 ning nechinchi darajasiga bo'linar ekan? 24-darajasiga bo'linar ekan. Endi 51 dan boshlab qarayapmiz do'stlar. 51. 51-misolimizda nima deyapti? 65, 66, 67 va hokazo 127, 128. 2 ning qanday darajasiga bo'linyapti? Demak, 128 ni bo'lib tashlayapmiz. Nechiga? 2 ga bo'lib tashlayapmiz. 64, 2 ga bo'lyapmiz. 32, 2 ga bo'lyapmiz. 16, 2 ga bo'lyapmiz. 8, 2 ga bo'lyapmiz. 4, 2 ga bo'lyapmiz. 2, 2 ga bo'lyapmiz. 1. Endi hammasini qo'shib chiqsak 63 u 127. Demak, 2 ni 127-darajasi bo'lyapti. Javob emas. Javob qanaqangi? E'tibor bersangiz, bu yerda 65 gacha bo'lyapti. Ya'ni 1 dan 64 gacha yo'q. Demak, nima ish qilamiz? Shu yerda 64 ni 2 ga bo'lib chiqamiz. 32 2 ga bo'lsam 16, 2 ga bo'lsam 8, 2 ga bo'lsam 4, 2 ga bo'lsam 2, 2 ga bo'lsam 1. Endi bag'ni chiqadi. 2 ni 63-darajasi chiqadi. Xo'p, endi nima ish qilamiz desangiz, 127 dan ayiramiz 63 ni. Javob nima chiqadi? 64. Demak, misolimiz javobi 2 ning 64-darajasi degan javobimiz chiqadi. Xo'p, 66-misolimiz. 66-misolimizda nima qilamiz? 1 dan 200 gacha sonlar orasida nechtasi 2 ga bo'linadi? Endi bu yerda savol o'zgaryapti, qarang. 1 dan 200 gacha sonlar orasida nechtasi 2 ga bo'linadi deyapti savolda. Endi bu yerda nima ish qilamiz? 200 ni shunchaki 2 ga bo'lib qo'ysam bo'ladi. 100. Demak, 1 dan 200 gacha nechta son? 100 ta. 100 ta son 2 ga bo'linar ekan. Keyingisi 67. 1 dan 100 gacha nechta son 3 ga bo'linadi deyapti. 3 ga. Demak, nima qilamiz bunda? 100 ni 3 ga bo'lib qo'yamiz. Nech chiqadi? 33 ko'ramiz. Qoldiq bizga kerak emas. Misol uchun 99 1 qoldi. Qoldiq kerak emas bizga, bu kerak. Bo'ldi. Demak, nechta son? 33 ta son. Endi 33 ni 3 ga bo'lib ketavermaymiz bunda. Bunda boshqacharoq savol. Xo'p, 7 ga bo'linadi. Endi 3 ga bo'linmaydi deyapti. 70-savolga qarasangiz.
birdan 60gacha ichida 3ga bo'linmaydi. Buning uchun nima yaxshi qilamiz? 60ni oldin 3ga bo'lib olamiz. 20. Bu degani 20 ta son 3ga bo'linadi. 20 ta son 3ga bo'linadi. Endi 1dan 60gacha nechta son bor? 60 ta son bor. Undan 20 tasi 3ga bo'linsa, nechtasi 3ga bo'linmaydi? Buni topish uchun 60 dan 20 ni ayirib tashlasam 40 ta. Demak, 40 ta sonimiz 3ga bo'linmas ekan. Javobimiz 40. Xo'p, keyingisi 101 dan 300gacha deyapti. 72-chi misolimiz. Uni o'zingiz yechib qo'yasiz. 71 dan. 72-chi misolimiz. 101 dan nechigacha? 300gacha sonlar orasida 101 dan 300gacha sonlar orasida 10ga bo'linadi deyapti. 10ga bo'linadi. 10ga bo'linadigan. Demak, nima ish qilamiz? 300 ni tappa 10ga bo'lamiz. 30 chiqadi, bo'ldi. Javobingiz 30 emas. Endi bu yerda 101 dan boshlanyapti, son e'tibor bersangiz. Endi 100gachasi yo'qmi? Demak, 100 ni ham 10ga bo'lamiz. 10 chiqadi. Endi nima ish qilamiz? Qani 30 dan 10 da ayirib tashlaymiz. 20. Demak, 20 ta son nechiga bo'linadi? 10ga bo'linadi 101 dan. 20 ta son. Xo'p, endi keyingisi 73-chi misolimiz. 73. 41 dan 100gacha sonlar nechtasi 8ga bo'linadi? Bunda ham qiziq, mana 41 dan nechigacha? 100gacha nima ish qilyapmiz? 100 ni bo'lyapmiz. 8ga bo'lyapti. 100 ni 8ga bo'lib yuborsam 12 ta ko'rsam 96. Xo'p, bizga qoldi, kerak emas. Bizga mana 12 kerak. Demak, 12 ta son demaymiz bu yerda. Endi bizda nima yo'q? 40 dan boshlab yo'q-da. Demak, 40 ta nechiga bo'lib olaman? 40 ta 8ga bo'lib olsam 5. Endi nima ish qilamiz? 12 dan 5 ta ayirib tashlayman. 7 ta. Demak, nechta son? 7 ta son 8ga bo'linar ekan. Endi keyingisi 74. 101 dan 200gacha 5ga bo'linmaydi. 5ga bo'linmaydigani nechta? Demak, 200 ni nechiga? 5ga bo'lyapman. 40. Demak, 40 ta son 1 dan boshlab 200gacha, 1 dan 200gacha 40 ta son 5ga bo'linar ekan. Endi 101 dan degani bizda nima yo'q? 100 dan yo'q-da, 100gachasi yo'q. Shuni olib tashlashim uchun 100 ni 5ga bo'laman. 20. Endi 40 dan 20 ni olib tashlayman, nech chiqadi? 20 degan javob kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi. Xo'sh, bu 74 edi. Xo'p, 5ga bo'linadi. Sonlar orasida nechtasi 5ga bo'linmaydi? 74. Savolimizda 5ga bo'linmaydiganini so'rayotganmiz. Nechta nimasini topdik? Bo'linadiganini topdik. Endi 101 dan 200gacha nechta son bor? 100 ta son bor. To'g'rimi? Endi undan 20 tani olib tashlasam 5ga bo'linadigan bo'ladi. 80 ta bo'linmaydigani qoladi. Shu yerda ozgina chalg'ib qolyapmiz ekan. Xo'p, keyingisi 75 ni o'zingiz yechib qo'yasiz. Xo'p, 76-misoldan boshlab qarayapmiz. 76 dan. 76-chi misolimiz 1 dan 200gacha 4 va 6ga bo'linadi. 4ga ham 6ga. 4ga ham 6ga ham bo'linayotgan son desa, biz bunga ekuk topamiz. Ekuk. 4ga ham 6ga ham ekuk necha bo'ladi? 12 bo'ladi. Endi 12ga bo'linayotgan son topishimiz uchun 200 ni 12ga bo'lamiz. 200 ni 12ga bo'lsangiz, buni ichida bitta 12, 8, 80 ichida
6'da 72, 8 qoldi bizga kerak emas, 16 kerak bizga. Nechta son? Demak, 16 ta son 4 ga ham 6 ga ham bo'linar ekan. 77. 77. Bunda nima deyapti? 1dan 200 gacha. Nechta son? 6, 9, 10 ga bo'linadi. Nima topamiz? Ekuk topamiz. Ekuk 6 ga ham, 9 ga ham, 10 ga ham bo'linayotgan 90 o'zi. 90. Demak, nima ish qilamiz? 200 da bo'laman 90 ga. 290 ga bo'lsam 2 degan javob chiqadi. Demak, ikkita son xolos ekan, 6 ga ham, 9 ga ham, 10 ga ham bo'linayotgan. Xo'p, keyingisi 78. 1dan 400 gacha. 1dan 400 gacha. Natural son nechta? 8 ga 10 ga bo'linadi. 8 bilan 10. Nima ish qilamiz? 8 ga 10 ga ham EQK topayotgan bo'lsak necha? 40 mi? Xo'p, nima ish qilamiz? 400 da 40 ga bo'laman. 40 ga bo'lsa necha chiqadi? 10. Demak, 10 ta soningiz 8 ga ham 10 ga ham baravar bo'linar ekan. 78-misolimiz. Xo'p, 79-misol. 79-misolimizda nima deyapti? 1dan nechagacha? 300 gacha natural sonlar orasida 4 ga ham, 6 ga ham, 10 ga ham bo'linayotgan. Endi 4 ga ham, 6 ga ham, 10 ga ham ko'p topayotgan bo'lsak, 30 bo'lmaydi ekan. 60 bo'lar ekan. 60. Ha? Demak, nima ish qilamiz? 300 da bo'lamiz 60 ga bo'lib yuborsam necha chiqadi? 5 chiqadi. 5. Hop. 80. 80-misol. 1dan 200 gacha. Natural sonlar orasida nechtasi? 12 bilan 16 ga. Endi 12 ga 16 ga 12 son 48. Demak, nima ish qilamiz? 200 da 48 ga bo'lamiz. 5 da ko'rsam oshib ketadi. Shuning uchun 4 da ko'ramiz. 4 da ko'rsam 192 chiqadi. 8 qoldi. Bizga kerak emas, javobini 4 degan javob kelib chiqadi. Endi ko'paytirmasam, mayda 81-misol bor ekan. 81-misol ko'paytirmas 48 ga teng bo'lgan natural sonlar juftligi nechta deyapti. Natural sonlar juftligi. Hop, 81-misolimiz. Ko'paytirmas 48 ga teng bo'lgan nechta natural sonlar juftligi bor desa, nima ish qilamiz? Qarang, birinchi navbatda 48 ko'paytiruvchiga ajratib olasiz. 4, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Demak, 48 teng 2ning 4-chisi, 3 da 1-chisi. Ha? Xo'p, endi nima ish qilamiz? Bunga NBS topamiz. NBS topamiz. 4 plus 1, 1 plus 1. Hisoblasam 5 ko'paygan 2. 10 mi? Demak, 10 ta songa bo'linar ekan 48. Endi juftlik deyapti. Nechta juftlik degani uchun 10 da 2 ga bo'lamiz. 10 da 2 ga bo'lsam 5. Javob necha chiqadi? Mana shu 5 ta juftlik. Misol uchun 1 bilan 48, 2 bilan 24, 4 bilan 12, misol uchun 8 bilan 6, xuddi shunga o'xshagan gruppa. Keyingisi 240. 245, 176 ni ko'rsatay 83 da 576. 2 ga bo'lsangiz 288. 2 ga bo'lsam 144. 2 ga bo'lsam 72. 2 ga bo'lsam 36. 2 ga bo'lsam 18. 2 ga bo'lsam 9. 3 ga bo'lsam 3, 3, 1.
bitta bilan 3 qayerdan olganmi desam, unga ham 1 qo'shdim. 21. Xo'p, endi nima ish qilamiz? Siz 21 2 ga bo'laveramiz. 11 degan javob chiqadi endi. Hop, 84. 84-misolda nechta natural bo'luvchilar soni tog' deyapti. 84 hammasi natural bo'luvchilar topib chiqasiz. 16 ga ajratasiz. 2 52 25 5 5 5 1. Demak 100 teng ekan. 2ning ikkinchisi 5 ham ikkinchisi 121 11 ga bo'linadi. 11 11 1 11ning ikkinchisi 120 120 2 bo'laman 60 2 bo'laman 30 2 bo'laman 15 3 bo'laman 5 5 1 120 teng ekan. 2ning uchinchisi 3 ham birinchisi 5 ham birinchisi. Bu borasida bu ham bor. 2 bo'lamiz 72 2 bo'lamiz 36 2 bo'lamiz 18 2 bo'lamiz 9 3 bo'lamiz 3 3 1. Demak 144 teng ekan. 2ning to'rtinchisi 3ning ikkinchisi mana bitta yana bittasi. Oxirgisi 154. 2 ga bo'lsam 154 teng 2ning birinchisi 7ning ham birinchisi 11ning ham birinchisi. Hop, endi hammasini NBS'sini topib chiqamiz. Hop, buni NBS'si. Hop, 3 3 3 kere 3 9 mi? Mana. Hop, buni NBS'si 2 plus 1 3 mi? Buni NBS'si buniki. To'g'ri ko'paygan 2 ko'paygan 2 NBS'i. Ko'paytirsam 16 mi? Hop, buni NBS'si 5 kere 3 15 mi? Hop, buni NBS'si 2 ko'paygan 2 8. Hop, bizga nima dedi savolda? Savolda nechtasini natural bo'luvchilar soni tog' degdi 84-misolimizda. Hop, bizda tog'lar qancha chiqdi? Mana bitta tog' chiqdi. Hop, ikkita tog' chiqdi. Yana qaysidadir tog' chiqdi. Mana 3 ta tog' chiqdi. Ha, demak javobimiz nechta ekan? 3 ta degan javobimiz kelib chiqar ekan. Hop, keyingilari ham shunaqangi. 86-misolimiz. Dastlabki 100 tub son deyapti. Demak, tub sonlarimiz 2 3 5 7 11 13 e'tibor bersangiz bo'ldi. Bag'da na 5lik na 2lik bo'lgan son yo'q. Bitta boshda bor xolos 2 bilan 5 qatnashayotgan, ya'ni 2 bilan 5 ni bo'luvchisi. Ya'ni nechta? Bitta 0 bilan tugaydi xolos. Keyingisi 87 qoldi. Bunlarning eng kichik 3 xonali sonni toping deyapti. 87-misolimizda 2 ga 3 ga 4 ga 5 ga qoldiqsiz bo'linadigan eng kichini 3 xonali son. 3 xonali son. Minimum 3 xonali son topdik. Demak, bizda 2 ning birinchisi bor, 3 ning birinchisi bor, 2 ning kvadrati bor, 5 ning birinchisi. Eng kattani yozamiz. 2 ning kvadrati, 5 ning birinchisi, 3 ning birinchisi. Demak, 4 ko'paytirilgan. 5 ko'paytirilgan. 3 ko'paytirsam 60 chiqyapti. 63 xonali son emas. 60 ni 2 ga ko'paytiraman. 2 ga ko'paytirsam 120 ana 3 xonali son. Demak, 120 2 ga ham, 3 ga ham, 4 ga ham, 5 ga ham bo'linadi. Bo'ldi. Javob topamiz. 88 3 xonali sonlar nechta deyapti.
e'tibor beramiz. Hop 88. Hop 3 ga, 4 ga, 5 ga, 6 ga, 7 ga qoldiqsiz bo'lmaydigan 3 xonali sonlar. Demak 3 ta birinchisi, 2 ni ikkinchisi, 5 ta birinchisi, 3 ta birinchisi, 2 ni birinchisi, 7 ni birinchisi. Nima qilamiz qarang. 2 ni ikkinchisini olasiz, 3 ta birini olasiz, 5 ta birini olasiz, 7 ni birini olamiz. Endi ko'paytiramiz. Hop ko'paytirib yuborsangiz 4 ko'paygan, 3 ko'paygan, 5 ko'paygan, 7. Ko'paytirib yuborsam hop 20 yu 21. 420 mi? Endi 420 bittasi. Endi 420 ni yana 2 ga ko'paytirib ko'ramiz. 840 chiqadi. Endi 2 ga ko'paytirsa oshib ketadi, endi oshib ketadi. Endi e'tibor bersangiz 2 ta chiqdi. Javobimiz 2 ta. 420 bilan 840. Xo'p. Birdan 300gacha bir vaqtda 3 ga ham 5 ga ham bo'linmaydiganini ishda. Xo'p, 89-misolimiz. Xo'p, bunda nima deyapti? 1 dan 300gacha sonlar orasida 3 ga ham 5 ga ham bir vaqtda bo'linmaydi deyapti. Bir vaqt. Shu bizga eng kerak joy bir vaqt. Demak 3 ga ham 5 ga ham bo'linayotgan son 15, to'g'rimi? Bir vaqtda. Bu degani 300 ni nechiga bo'lamiz? 15 ga bo'lamiz. 20. Bu degani 20 ta son 15 ga bo'linadigan, ya'ni 3 ga ham 5 ga ham bo'linadigan. Endi 1 dan 300 gacha nechta son bor? 300 ta. Bundan 20 tani olib tashlab nechi qoladi? 280 ta degan javobingiz qoladi. Xo'p, endi keyingi misolimiz 90-misolimizga e'tibor bersangiz. 1 dan boshlab 90-misolimizda 1 dan 100 gacha ko'paydimi? 10 ning qanday eng katta darajasi bilan tugaydi deyapti. 1, 2, 3, Allohga 99, 100. Endi darrov 100 ni 10 ga bo'lmaymiz. Nima qilamiz bu yerda? 10 degani 2 ni birinchisi, 5 ni birinchisi. Hop, demak nima ish qilamiz? 100 ni 2 ga bo'lib chiqamiz. Chunki 2 ni darajalariga topib olishimiz kerak. Keyin 5 ga bo'lib chiqamiz. Ha? Demak 2 ga bo'lib chiqsam 50, 2 ga bo'lamiz. 25, 2 ga bo'lamiz. Hop. 12 qoldi kerak emas bizga. 2 ga bo'lamiz 6, 2 ga bo'lamiz 3, 2 ga bo'lamiz 1. Endi qo'shib chiqyapman mana shular. Ya'ni 50, 25, 12, 6, 3, 9 ni qo'shib chiqyapman. 3, 1 ni qo'shib chiqyapman. Hop, 75, 80, 87, 87 ga 10, 97. Demak nechiga bo'linar ekan? 2 ning 97-darajasiga bo'linar ekan. Endi 5 ga bo'lib chiqaman 100 ni. 100 ni 5 ga bo'lib chiqsam 20, yana 5 ga bo'lsam 4. Yana 2 ni qo'shib qo'ysam 24. Ya'ni 5 ning 24-darajasiga bo'linar ekan. Endi bular ichidan eng kichinasini olamizda. Endi 10 dan nechinchi darajasini hosil qilishimiz uchun 10 teng 2 ning, misol uchun 10 da n'inchisi teng 2 ning n'inchisi, 5 da n'inchisi. Endi 2 ga ham tegishli bo'lgani n teng 24 bo'ladi.